Assalomu alaykum barchaga. Bilamizki, har qanday biznesdan ko'zlangan asosiy maqsad foyda qilish va raqobat rivojlangan bu davrda mana shu foyda oqimini ta'minlab turish, sotuvlarni to'g'ri tashkillashtirish hisobiga bo'ladi. Ya'ni bu degani biznes sotuvdan iborat va bu biznesni doimiy yurib turishiga sabab bo'ladi. Sotuvni to'g'ri tahlil qilish odatda ikkita faktorga bevosita bog'liq. Birinchisi klientlarga, ikkinchisi tovar yoki mahsulotlarga. Mana shu ikki faktorni raqamlarda to'g'ri tahlil qilish va shu asosda qarorlar qabul qilish o'ylaymanki muvaffaqiyatli biznes garovi bo'ladi. Shulardan kelib chiqib savdo tahlili dasturini tuzdim va bugun shu dastur haqida gaplashamiz. Ko'rib turganingizdek, dastur mana shu bir nechta bo'limlardan iborat va odatdagi dasturlash prinsipiga asosan biz mana shu tovarlarni sotish bo'limiga kerakli ma'lumotlarni kiritamiz. Ya'niki biz savdo qilish jarayonida voqeani ana shu sanasini, mijoz nomi, nakladnoy raqami, tovarlarimiz, ularni miqdor va narxlarini kiritib boramiz va shu bilan birga bu yerda bizni pul olish jarayonlarimiz ham kiritib ketilgan va bu yerda qaysi tipga ko'ra, ya'ni naqd, karta yoki shot orqali pul olishimiz ham aks ettirib ketilgan. Mana shu kerakli birlamchi ma'lumotlarni kiritish orqali bizdagi qolgan barcha hisobot shakllarimiz shakllanib chiqadi. Asosiy bugungi fokusingizni bu narsaga qaratmoqchi emasman, ya'niki bu dasturlash prinsipi o'zi aslida mana shu tamoyilga asoslanadi, ya'ni ma'lumotlarni kiritib borish va shu asosda kerakli hisobot shakllariga ega bo'lish. Bu tushunarli. Bugungi asosiy maqsadimki mijozlarimizni va tovarlarni mana shunday ko'zga vizual tarzda oson o'qilishi va shu asosda to'g'ri qarorlar qabul qilish maqsadida mana shunaqa demak hisobot shakllarini tuzdim va bu asosda biz sotuvlarimizni, mijozlarimizni va tovarlarimizni to'g'ri tahlil qilaylikki va shu asosda to'g'ri qarorlar qabul qilaylik. Bugun mana shu narsaga ko'proq fokusimizni qaratamiz. Keling, ma'lumotlarimizni bir boshdan tushuntirib o'tsam. Birinchi dasturda demak doimgidek spravishnik bo'limi. Spravishnik bo'limida biz tovarlarimizni ro'yxatini va mijozlarimiz ro'yxatini shakllantirib olamiz. Agar dastur boshlayotganimizda, ya'ni dasturdan foydalanishni boshlayotganimizda mijozlar bilan qanaqadir oldi-berdimiz bo'ladigan bo'lsa, ya'niki bosh qoldiq sifatida bularni biz kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Va keyingi bo'limda bizda narx belgilash. Bilamiz, juda ko'p savdo tashkilotlarida odatda standart narxdan foydalanishadi va shuning uchun bu narsani qayta-qayta mana bu narx ustuniga yozishni oldini olish maqsadida narxni belgilash demak bo'limi mavjud. Bu yerda ma'lum sanani belgilaymiz va tovarlarimiz nomi va shularni mana shu sanadan boshlab qaysi narxda sotilish demak qiymatini belgilab qo'yishimiz kerak. Agar deylik shakar bizda masalan 13-yanvardan narxi o'zgaradigan bo'lsa, deylik 10.500 so'mga o'zgarib qoldi. Va mana shuni biz umumiy standart qilib keyingi sanani belgilab qo'ysak, bizdagi ma'lumotlarimizni yozganimizda 13-chislodan boshlab shakar narxi demak 10.500 so'm bo'lib bizda standart chiqib beradi. Va shu bilan birga bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Bizda istisnoli holatlar uchun ham narx 2 ustuni mavjud. Agar odatdagi narx shakar uchun 10.000 so'm bo'ladigan bo'lsa, lekin mana shu klientimizga istisnoli holatda shakar narxini masalan 9.800 so'm qilib beradigan bo'lsak, bizda umumiy summa demak narx 2 ga nisbatan hisob-kitob bo'ladi. Mana shuni ham e'tiborga olib qo'yish kerak. Bu ham qo'shimcha bir imkoniyat sifatida ko'rish mumkin. Agar biz bu yerga narx yozmasak, bizdagi mana bu demak formula orqali olib kelingan narx standart shakllanib qoladi. Xo'p, endi bizda demak narxni belgilashni ko'rdik va kerakli davrlarda narxlarni o'zgartirib boramiz va shu asosda bizdagi narxlar avtomat shakllanib chiqyapti. Endi bizni asosiy oynamiz mana shu, ya'ni tovarlarni sotilish jarayonlarini aks ettirib boradigan oyna. Ya'niki biz bilamiz, operatsiyada nimalar bo'ladi odatda? Demak, ana shu voqea bo'layotgan, operatsiya bo'layotgan sana va qaysi klientga biz tovar sotayotganligimiz va albatta agar kerak bo'ladigan bo'lsa, nakladnoy raqamni qo'yib ketish bizga maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizda hozir nakladnoy shabloni ham mavjud. Qaysidir korxonalarga kerak bo'lsa, bu narsadan ham bemalol foydalanish mumkin. Va shuningdek, tovar nomi albatta muhim bo'lgan ma'lumotlardan, uning miqdori, narxi va aytib o'tganimdek istisnoli narxlar uchun narx 2 ustuni mavjud va umumiy summa o'zi formula orqali avtomat hisob-kitob bo'lyapti va shu bilan birga biz mijozlardan
demak olgan pullarimizni mana shunday tartibda yozib borishimiz mumkin. Ya'ni biz bu narsani sverka qilish jarayonimizda yoki mijozlarni umumiy tahlil qilish jarayonimizda bu narsa kerak bo'ladi. Shuning uchun bu ma'lumotlarni kiritib ketamiz. Va shu bilan birga xuddiki bir bizga qo'shimcha ma'lumot sifatida mijoz bizga naqd karta yoki shot orqali bergan pullarni ham tanlab belgilab ketsak bo'ladi. Bu yerda bir qancha ma'lumotlarni avvaldan kiritib qo'yganman va bu asosda eng asosiy bizni klientlar analizi bo'limimiz mana shunday tartibda shakllanib chiqyapti. Ya'ni bu yerda nima? Bizda ma'lum bir sana oraliqlarini tanlash orqali biz bir qancha demak mana shunaqa vizual tarzdagi raqamlarga ega bo'lamiz. Ya'ni tahlil raqamlariga ega bo'lamiz. Masalan, 1-yanvardan 31-yanvargacha nimalar bo'lganligini mana shu demak histogrammalar orqali oson anglab olishimiz mumkin. Masalan, 1-yanvar holatiga kun boshiga Sanjardan 1 million so'm biz haqdor bo'lgan ekanmiz. Va shu bir oy davomida Sanjar 1.620.000 оборотni amalga oshiryapti. Ya'ni bir nechta nakladnoylar, fakturalar orqali bizdan tovar olgan, ana shu umumiy оборотini bizga mana shu yerga yig'ib beryapti, ya'ni bir oyligini. Agar xohlasak biz bu yerga 1 yillik yoki 5 yillik ma'lumotlarni kiritib tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni qancha bizni mana shu tovarlarni sotish bo'limida ma'lumotlarimiz ko'paygani sari xohlagan davrlar oralig'i uchun ma'lumotlarimizni biz xohlagancha ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Va mana shu davr oralig'ida mana shu klientdan olgan pulimiz va kun oxirgi ostatga, ya'niki biz keyingi chisloyimiz mana bu yerda 31-yanvar 2026-yil holatiga mana shu mijozimizni bizdan bo'lgan qarzi, to'g'rirog'i bizni undan bo'lgan haqdorligimiz aks etadi. Bu odatdagi standart demak jadval desak bo'ladi. Endi bizda qolgan bir qancha mana bunaqa raqamlar borki, bularni keling birma-bir tushuntirib o'tsam. Xo'p, bu yerda mijozni qarzdorlikdagi ulushi, ya'niki umumiy 37.203.000lik qarzdorlik summasining tarkibida mana shu mijozimiz demak 5.2% ulushga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Yoki bundan tashqari оборотdagi ulushi, ya'ni bu yerdagi 15.733.000lik оборотning ichida mijozimiz qancha ulushga ega bo'lyapti. Va bundan keyingi ko'rsatkich bu koeffitsient. Koeffitsient bu va reyting bu xalqaro yoki boshqa bir standartlarda ko'rsatilmagan, bu o'zimni amaliyotimdan kelib chiqib qo'llangan usul, juda ham muhim bo'lgan koeffitsient va reyting. Ya'ni bu nima? Mijozimiz ko'p оборот qilmagan bo'lishi mumkin, ya'niki оборотdagi ulushi nuqtai nazardan mijozimizning foizi past bo'lishi mumkin, lekin mana bu qarzdorligi bilan оборотdagi ulushidagi o'zaro bog'liqlikni ifoda etish maqsadida mana koeffitsient qo'llangan. Ya'ni оборотdagi mana shu 10.3% demak ulushni mana bu qarzdorlikdagi ulushiga nisbati orqali ko'rsak, koeffitsient bunda balandroq chiqyapti. Qancha koeffitsient baland bo'ladigan bo'lsa, mijozimiz demak faqat оборотiga qarab xulosa chiqarmaymiz, uni оборoti va mana bu qarzdorligiga qarab ham xulosa chiqarish uchun bu narsa juda muhim hisoblanadi va shuning uchun bu koeffitsiyentdan kelib chiqib mijozlarga reyting beriladi. Va shu bilan birga xaridlar soni. Bizni mana shu mijozlarimiz mana shu davr oralig'ida necha marta xaridni amalga oshirgan. Ya'ni har bir nakladnoy raqam bo'yicha ularni demak xaridlar sonini mana shunday tartibda aniqlab qo'ysak bo'ladi. Va shu bilan birga juda ko'p eshitganmiz o'rtacha chek deyishadi, ya'ni o'rtacha bir martalik xaridi mijozni bizga necha puldan kelyapti. Mijozni umumiy оборот summasini xaridlar soniga bo'lish orqali har bir nakladnoy orqali mijozni bir martalik o'rtacha chekka necha pul bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan birga oxirgi оборот kuni, ya'niki mijozimiz bizdan oxirgi marta, ya'ni bugundan boshlab necha kun avval xaridni amalga oshirgan va shu bilan birga oxirgi pul kuni, ya'ni mijozimiz oxirgi marta necha kun avval bizga pul bergan. Endi bu yerdagi histogrammalarni ko'zga hozir har xil turganligi uchun biz chalkashib ketishimiz mumkin. Shuning uchun bu yerda tartib raqami berilgan. Agar biz mana shu tartib raqamlari orqali bu yerga kerakli shartni bersak, shu asosda bizda demak ma'lumotlarimiz saralangan, ya'ni sortirovka bo'lgan holatda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Masalan, bir tartib raqam bo'yicha 2 ni belgilaydigan bo'lsak, bizda bu klientlarimiz ro'yxatini mana bunday tartibda alfabet bo'yicha tartiblab beradi. Agar 3 ni belgilasak,
bizda mana shu 1-yanvar holatiga kimni qarzi eng yuqori bo'lgan bo'lsa, xuddi piramida shaklida pastga yurgizib beradi. Xuddi shu tartibda har bir bo'limni biz o'zimizga kerakli tartibda sortirovka qilishimiz mumkin. Eng оборот ko'plarini ko'rmoqchi bo'lsak, masalan, 4. Mana bunday tartibda ko'ramiz. Kim eng ko'p pul berdini ko'rmoqchi bo'lsak, mana pul ustuniga, ya'ni 5-ustunga biz shartni bersak, mana bunday tartibda bizni pulimiz ko'rinyapti. Endi eng muhim ko'rsatkich bu albatta mijozlarning hozirgi qarzi. Ya'ni biz albatta mana bu yerda sanalarni belgilab olganmiz va shu asosda agar oltini, mana bu yerga yozishim kerak, oltini tanlaydigan bo'lsak, eng yuqori ko'rsatkichdan pastga qarab, demak, saralanib beryapti. Endi mana bu 7. 7ni keling belgilaymiz va buni nima ekanligini tushuntiraman. Bunda bizda ko'radigan bo'lsak, mana bunaqa ko'rsatkichlar o'zgarib qolyapti. Ya'niki mana shu davr boshi va davr oxiriga nisbatan mijozni qarzi ko'paydimi, kamaydimi? Ya'ni 1 million qarzi bor edi Sanjarni va mana shu davr oxirida 1.920.000 ga bu narsa ko'tarilib qolyapti. Ya'ni bu ko'rsatkich ana shu qarzdorlikni ko'tarilib qolishiga ishora qilyapti. Agarki mana 2 million qarzni, Muhammadning 2 millionlik qarzi oy yakuniga kelib 1.920.000 ga tushib qolyapti. Bu degani Muhammadning qarzi bizda oy boshiga nisbatan pastlaganligini ifoda etyapti. Agar o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, bizda mana bu demak ikonkani ko'rishimiz mumkin. Xuddi shu tartibda qolgan barcha qarzdorlikdagi ulushi, masalan 8 ni belgilaydigan bo'lsak, eng katta qarzdorlikdagi ulushga mana Shahzod ko'rsatyapti va undan keyin Dilshod va hokazo mana shunday tartibda pastlab boryapti. Yoki оборотdagi ulushi. Keling buni ham ko'ramiz. Mana eng ko'p оборотdagi ulushga kim ega bo'lyapti. Bu yerda оборот qilmaganlar 0 holatga chiqadi va undan keyingilar mana bunday tartibda demak bizga sortirovka bo'lib chiqib kelyapti. Keling eng asosiy yana ko'rsatkichlardan mana bu reytingni ko'ramiz. Reyting mana eng katta reytingning birinchi o'rinda bizda Alisher turibdi. Garchi Alisherning оборот katta bo'lmasa-da, lekin оборот va mana bu qarzdorligini solishtirganimizda u bizga yaxshi mijoz sifatida demak namoyon bo'lyapti. Shuning uchun buni reytingini eng yuqoriga ko'rsatib beryapti. Xuddi shu tartibda bu narsa yuqoriga qarab o'sib boryapti. Xo'p, xaridlar soni bo'yicha ham masalan bu yerda 1 oylik оборот davr oralig'ida masalan kim eng ko'p xarid sonini amalga oshirgan. Masalan bu yerda Alisher 4 marta bizdan xarid qilyapti. Ya'ni 1 oy davomida 4 marta bizni korxonamizga tashrif buyuryapti va tovar xarid qilyapti. O'rtacha chekni ham xuddi shunaqa tartibda ko'rsak bo'ladi. Kimni 1 martalik cheki yuqori. Bu ham mana kamayib borish tartibida. Va muhim yana ko'rsatkichlardan mana bu oxirgi оборот kuniga. Biz bu yerga agar buni tanlaydigan bo'lsak, mana bizda kimga e'tibor berishimiz kerak? Dilshod masalan 11 kun avval bizdan оборотni amalga oshirgan. Bu yerdagi ma'lumotlar hozir tanlanma usul orqali shunchaki kiritilganligi uchun bu yerda oddiy sonlar ko'rinyapti. Hozir 11 kun, 1 kun, 6 kun. Lekin shunaqa bo'lishi mumkin. Bu yerda 100 kun, 150 kun va hokazo mana shunaqa kunlarni ko'rganimizda bizda nima uchun bu klient anchadan beri bizdan xaridni amalga oshirmayapti degan savollarga javob topsak bo'ladi. Va pullarni ham xuddi shu tartibda saralangan holatda ko'rsak bo'ladi. Mana bunday tartibda oxirgi marta kim, qachon, necha kun avval pul berganligini ko'rsak bo'ladi. Bu bizni asosiy umumiy mijozlarimizni tahlil qilishning bitta usuli edi. Endi biz xuddi shu tartibda tovarlarimizni ham analiz qilishimiz kerak. Ya'niki mana bu tovarlarimizni demak ma'lum bir davrlar oralig'ida qaysi tovarimiz miqdori yoki summasini yoki deylik o'rtacha narxi. Chunki biz bitta tovarimizni bir necha xil narxlarda sotishimiz mumkin. Shuning uchun bu yerda aniq bitta narx chiqmaydi. O'rtacha narxi. Umumiy summa va miqdor to'g'ri, shuni demak summani miqdorga nisbati sifatida ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda birinchi tartib yana raqamlar bo'yicha, ikkinchi tartibimiz demak alfabet bo'yicha tovarlarimizni saralab beryapti. Asosiysi keling mana 3-chi miqdor bo'yicha eng ko'p nima sotildi? Demak eng ko'p un sotilyapti bizda. Lekin оборотga ega bo'lgan eng katta оборотli mahsulotimiz deb ko'radigan bo'lsak, masalan 5 ni tanlaydigan bo'lsak, bizda
Bunda ham un chiqyapti va keyingi o'rinlarda mana choy va hokazo mana shunaqa tartibda biz ko'rishimiz va tahlil qilishimiz mumkin. Qaysi mahsulotimiz ko'p sotilyapti va qaysi mahsulotimiz katta оборотga ega. Va narxlarni ham xuddi shunaqa tartibda ko'rsak bo'ladi. Qaysi tovarlarimiz qimmat narxda sotilyapti. Shu tartibda ham buni ham qanaqadir bir qarorlar qabul qilishda kerak bo'ladigan ma'lumot hisoblanadi. Va bu yerdagi miqdordagi ulush va оборотdagi ulushlarni foiz ko'rinishida mana bunday tartibda belgilaganman. Bu miqdor va summa uchun biz shartlarni berganimizda avtomat bu ham o'zi mana bunaqa tartibda piramida shaklida shakllanib qoladi. Bu ham qanaqadir bizga xulosalar yasashga imkoniyat beradi. Ya'niki umumiy sotuvimizni 43%ni un tashkil etyapti deylik, keyingi 11%ni suv tashkil etyapti va hokazo mana shu tartibda biz ma'lumotlarni taqdim qilishimiz kimgadir yoki o'zimiz xulosalar yasashimiz mumkin bo'ladi. Bu tovarlarimizni demak sotuv bo'yicha tahlillari edi. Endi asosiy demak klientlar umumiy ro'yxatini ko'rdik. Endi bitta klient bo'yicha ham bizda sverkalar kerak bo'ladi. Ya'niki ma'lum bir davr oralig'ida demak mijozimiz bizdan qachon nimalarni xarid qildi, xuddi oddiy o'sha sverka ma'nosida biz ma'lumotlar taqdim etishimizga to'g'ri keladi. Va bu yerda har bir qadamdan keyingi mijozni qarzi aks etib boradi. Ya'ni 1 million so'm bizni Sanjarni davr boshiga, ya'ni 1-yanvarga qarzi bor edi. To'g'ri, bizning haqqimiz bor edi va 1-yanvardan boshlab birinchi nakladnoga asosan mana shu tovarlarni oldi. Va shundan keyin har bir qadamdan keyingi uni qarzi ko'payishi yoki pul berganda kamayishi mana shunaqa tartibda aks etib boradi. Bu ham bizning standart shakldagi sverka ko'rinishimiz. Endi bunga qo'shimcha ravishda bizning asosiy dasturdan maqsadimiz nimaki? Har bir raqamlarni to'lig'icha biz analiz qilishimiz kerak, tahlil qilishimiz kerak. Shuning uchun qo'shimcha mana bunaqa tahlil usullari bor. Ya'ni mijozni endi tovarlar olgan tovarlari bo'yicha biz analiz qilishimiz mumkin. Bu yerda biz hozir umumiy mijozlar bo'yicha tovarlarni ko'rgan bo'lsak, endi bu yerda bitta, ya'ni Sanjar misolida biz ko'ryapmizki, u qaysi tovardan ko'proq yoki ozroq olyapti. Mana shuni demak umumiy jadval ko'rinishida ko'ryapmiz. Bu yerda ham sortirovka bor. Agar birini bersak, bu numerovka bo'yicha bizda sortirovka bo'lyapti. Keling to'g'riroq mana miqdor bo'yicha ko'ramiz. Eng ko'p Sanjar masalan nimani xarid qildi? Yoki eng ko'p оборотga ega bo'lgan qaysi mahsulotlarni xarid qilyapti? Buni ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda biz agar o'zgartirib bemalol ko'rsak bo'ladi. Qolgan mijozlarimizga ham xuddi shunaqa tartibda ma'lumotlarni ko'rsak bo'ladi. Endi bundan tashqari yana bizda keyingi ma'lumotimiz bor, ya'niki qaysi sanada qaysi nakladnoga asosan sotib olingan. Ba'zida mana shu narsaga ham amaliyotda o'zimda ehtiyoj bo'lganligi uchun bu narsani qo'shib ketdim. Ya'ni bu yerda keling masalan mana Sanjarda bitta nakladnoga biriktirilgan 3 xil tovar bo'lgan bo'lsa, mana shuni umumiy yig'indi sifatida har bir nakladnoyni yig'indisini mana bunaqa tartibda ko'rsatib qo'yishga zarurat bo'lyapti. Shuning uchun buni ham qo'shib ketdim. Qaysi sanada qaysi nakladnoga asosan umumiy summa. Nimaligini ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bu yerda masalan ko'rsak bo'ladi mana bunday tartibda. Xo'p, keyingisi yana bitta qo'shimcha bu yerda tahlil bor. Endi mijozimizni qaysi yo'nalishda pul berganligi, naqd, karta yoki shotdan qancha pul tushirganligini ham mana shunaqa tartibda ko'rsak bo'ladi. Bu ham bizga qanaqadir qo'shimcha qarorlar qabul qilishda yordam berishi mumkin. Ya'niki mijozdan naqd pul oqimi ko'p kelishi qaysidir ma'noda bizning ichki moliyamiz uchun yaxshi. Agar kartaga yoki shotga pul tushadigan bo'lsa, bilamizki, buni qanaqadir keyingi bu pullarni ishlatishda bizda qanaqadir foiz to'lovlari bo'ladi. Ya'niki bankdan pul chiqarsak uslugasi bor, kartadan masalan deylik naqdlashtirmoqchi bo'lsak yoki boshqa biror kontragentga pul o'tkazib bermoqchi bo'lsak, albatta qanchadir uslugani biz to'lashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu pul oqimlarini ham har bir yo'nalishi bo'yicha qancha tushumga ega bo'lganligini ko'rish ham qanaqadir sizga xulosalar berish kerak bo'ladi. Xo'p, endi keyingi ko'radigan holatimiz bizda demak nakladnoy qolyapti. Nakladnoy biz tovarlarni sotish jarayonida nakladnoylarni yozib borganmiz, ya'ni har birini raqamini berib ketganmiz va bu yerda e'tibor berish kerak. Har bir keyingi nakladnoy uchun bizda o'zi demak mana bunday tartibda keyingi raqamni taklif etib turadi.
agar bu yerga 18 ni yozadigan bo'lsak, keyingi nakladnoy raqam 19 degan ma'noda bizga signal beradi. Bunga ham e'tibor berib qo'yish kerak. Va bu yerda ko'radigan bo'lsak, nakladnoyda demak, asosiy ma'lumotlar kiritilgan, ya'niki nakladnoy raqami, qaysi sanadan berilganligi, yetkazib beruvchi korxona va klient nomi va bizni asosiy tovarlarimiz ro'yxati. Buni ham xohlaganimizcha tanlab, ma'lumotlarimizni demak, mijozga qo'liga chiqarib berishimiz mumkin pechat qilib. Yoki buni talabdan kelib chiqib, masalan, hozir buni pechatga beradigan bo'lsak, bizda mana bunaqa tartibda bitta varaqqa chiqadi. Xohlovchilar uchun bu narsani ikkita, ya'ni bitta listni o'zida ikkita chiqadigan qilib shakllantirsa bo'ladi. Asosiy matematikasi tushunarli, o'zi odatdagi standart bo'yicha mana shu, demak, nakladnoy bizda shabloniga kerak bo'ladi bizga. Mana shu tartibda biz mijozlarimizni va sotilgan tovarlarni turli xil usullarda, turli xil raqamlarni shunaqa gistogrammalar orqali tahlil qilishimiz va shu asosda to'g'ri qarorlar qabul qilishimiz demak ehtimolimiz oshib boradi albatta. Va asosiy maqsad bu yerda sotuvga fokusni qaratilganligi. Bu yerda xarid yoki boshqa xarajatlar masalalari kiritilmagan. Talabdan kelib chiqib albatta juda ko'p mijozlar bilan ishlash jarayonini ko'ryapman. Asosan mana shu sotuvga fokusni qaratib berishni va shunga dastur tuzib berishni aytishadi. Shundan kelib chiqib, demak, savdo tahlil dasturini demak tuzdim va o'ylaymanki, bu juda ko'pchilik uchun manfaatli bo'lgan bir dastur bo'ladi. Buguncha sizga taqdim etmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.